Bugun men IceCube serverda eng yaxshi bazani quraman. Bu bazani qurishga qancha vaqt ketdi? Meni eng ko'p qiynagan narsa nima edi? Va MrBeast nega haligacha menga obuna bo'lmagani haqida video davomida gaplashamiz. Va mana anarxiyaga eson-omon kirib oldim. Bu yerda oldin ham o'ynaganman, shu sababli kuchayish muammo bo'lmaydi. O'zi men qanaqa baza qurmoqchiman? Chiroyli, foydali va xavfsiz. Taxminan mana shunday. Asosiy kvadratda menga kerak bo'ladigan narsalar, yon tomonda esa turli xil firmalar bo'ladi va eng asosiysi bazani hech kim topa olmaydigan joydan qilish kerak. Bu yerga nima bo'lgan? Hozirgina bildim, serverda turli xil qobiliyatlar bor ekan. Endilikda men daraxtlarni qiynalmasdan chopa olaman. Ajoyib, shu atrofdan baza qilsam hech kim topa olmaydi. Agar hozir qayiqdan tursam pastga tushib o'lib ketmasligimga kimdir kafolat beradimi? Yaxshi. Men shunchalik uzoqqa ketdimki, agar buni yer shari bilan qiyoslaydigan bo'lsak, taxminan mana shu yerdaman. Xavfsiz joy bor, endi qurilishni boshlasam bo'ladi. Diamond! Ajoyib, endi menga Tough nomli blok kerak. U shunchalik chiroyli blok bo'lib, uni polga ishlatish dohiyona fikr bo'ladi. Va mana o'sha Tough. 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 Tough, 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 tough. Tough, 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 Sahur. Eslatma, serverda creeperlardan ehtiyot bo'ling. Hattoki bular suzishni biladi. Bir necha marta o'lgandan keyin shuni tushundim, narsalarim yo'qolibdi. Menimcha Amethyst ham bunchalik yomon ko'rinmaydi. Yaxshi, endi yon tomonlarga qora toshli blok ishlataman. Menimcha biroz kichkina bo'lib qoldi. Ajoyib, endi devorni nimadan qilsam ekan? Xo'sh, menimcha yomon emas. Ko'proq yasaymiz, buzamiz, quramiz, mini qilamiz. Nimaga mini qilyapman? Va baza tayyor. Kirish eshiklarini zinalar bilan bezatdim. Yon tomonga naqsh tortdim va tepani ham qora toshdan qildim. Endi bu kvadratni nimadir qilib chiroyli qilish kerak. Masalan, bir tomonni sandiqlar bilan bezatsam, barcha boyliklarim shu yerda turadi. Hozirchaga yomon emas. Bu tomonda esa ish stollari bilan bezataman. Pechka, tosh maydalagich, shu kabilar. Xullas, qilishim mumkin bo'lgan jamiki ishlar shu yerda amalga oshadi. Ajoyib. Uchinchi tomonga keladigan bo'lsak, bu yerni olmos aslahalar bilan bezataman. Shunda bazamning qiymati anchaga oshadi. Bu yerda netherite bo'lishi kerak, lekin hozir emas. Yana 4-burchakni enchanting table qilmoqchi edim, lekin menda kitoblar yo'q. Mayli, bor deb tasavvur qilamiz. Va nihoyat endi fermalarni qurishni boshlasam bo'ladi. O'ylab qoldim, bu joylar o'zi kimga qiziq? Qurilish davomidagi yagona qiziq narsa qora toshli zumrad topib olganim bo'ldi. Va bu yo'qolib qoldi. Va baza tayyor. 6 soatlik mehnatning oltin mevasi.
Va eng muhimi baza himoyasi. Ikkinchisi ham ziyon qilmaydi.